Sun'iy a'zoning xotira va uning turlari. Kompyuter tizimlarining asosi. Ya'ni, ushbu taqdimotda biz kompyuter xotirasi murakkab dunyosini, uning turlarini, kesh xotiraning muhim rolini, xotira iyerarxiyasini va umumiy foydalanuvchiga mo'ljallangan registrlarning ahamiyatini o'rganamiz. Bu tushunchalar kompyuterning samarali ishlashini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi. Avvalambor, xotira nimaligini bilib olishimiz kerak. Xotira nima? Ya'ni, xotira bu kompyuter tizimining ma'lumotlar va ko'rsatmalarini vaqtincha yoki doimiy saqlash uchun ishlatiladigan muhim komponent. U kompyuterga ishlayotgan ilovalar va operatsion tizim uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarga tezkor kirish imkonini beradi. Xotira 3 qismga bo'linadi: ma'lumotlarni saqlash, ko'rsatmalarni bajarish va tizim samaradorligini oshirish vazifalarini bajaradi. Xotira turlari 2 xil bo'ladi: RAM va ROM. RAM ya'ni vaqtinchalik xotira, ROM doimiy xotira. RAM qisqartmasi. RAM o'zi Random Access Memory, ya'ni tezkor o'qish, yozish xotirasi. Kompyuter yoqilganda ma'lumotlarni saqlaydi va o'chirilganda yo'qotadi. Asosiy ilovalar va operatsion tizimni yuklash uchun ishlatiladi. ROM esa Read Only Memory, faqat o'qish uchun mo'ljallangan xotira. Uning tarkibi kompyuter o'chirilganda ham saqlanib qoladi. BIOS, UEFI kabi tizimni ishga tushirish uchun zarur ko'rsatmalarni o'z ichiga oladi. Kesh xotira ishlash tezligini oshiruvchi muhim mexanizm hisoblanadi. Kesh xotira bu markaziy protsessor va asosiy xotira o'rtasida joylashgan kichik, lekin juda tezkor xotira turi hisoblanadi. U tez-tez ishlatiladigan ma'lumotlar va ko'rsatmalarni vaqtincha saqlab, tipuning RAMga murojaat qilish va vaqtini sezilarli darajada kamaytiradi. Bu esa umumiy tizim ish faoliyatini samarali tarzda oshiradi. Kesh xotiraning ishlash prinsipi va darajalarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, kesh ishlash prinsipi, ya'ni CPU ma'lumotga ehtiyoj sezganida avval keshda qidiradi. Agar topilmasa, ma'lumot tezda olinadi. Agar topilsa, ma'lumot tezda olinadi. Topilmasa, u RAMdan olinib, keshga saqlanadi. Ya'ni doimiy xotiradan olinib, kesh xotiraga saqlanadi. Kesh xotira bir necha darajalarga bo'linadi. Ya'ni 3 darajaga bo'linadi. Birinchisi, eng tezkor va CPUga eng yaqin, odatda CPU yordamining yadrosining ichida joylashgan bo'ladi. Ikkinchisi, birinchisiga nisbatan biroz tepirroq va kattaroq bo'ladi. Har bir yadroda yoki yadrolar guruhida bo'lishi mumkin. Uchinchisi bo'lsa, eng katta va tepirroq ishlaydi, lekin RAMdan tezkor. Odatda barcha CPU yordamida yadrolar tomonidan bo'lishiladi. Mana bu yerda umumiy qilib rasmlarni tushunarli tarzda keltirib qo'yganmiz. Ya'ni nimadan CPUdan topilmaganini RAMdan topib, xotirasida saqlaydi. Keyingisi xotira iyerarxiyasi, tezlik va narx o'rtasidagi muvozanat. Xotira iyerarxiyasi bu turli xil xotira turlarini ularning tezligi, narxi va hajmi bo'yicha tashkil etish modeli. Ya'ni ushbu iyerarxiya kompyuter tizimlarida tez-tez ishlatiladigan ma'lumotlarga tezkor kirish imkonini berish bilan birga katta hajmdagi ma'lumotlarni arzonroq narxda saqlashga yordam beradi. Ya'ni mana bu yerda keltirilgan eng kichigi mana registr, keyingisi cache, CPU va main memory. Xotira iyerarxiyasidagi bosqichlar. Buni biz to'rt bosqichga bo'lib olamiz. Ya'ni registr CPU ichida joylashgan eng tezkor va kichik xotira. Kesh bo'lsa, kesh xotirasi bo'lsa, CPU va RAM o'rtasidagi tezkor bloker.
RAM uchinchi darajadagi xotiramiz ishlayotgan dasturlar va ma'lumotlarni saqlaydi. Ikkinchisi, oxirgisi bo'lsa, ikkilamchi xotira doimiy saqlash, ya'ni ECD, CCD. Har bir bosqich pastki bosqichga qaraganda tezroq va qimmatroq, lekin hajmi jihatdan biroz kichikroq bo'ladi. Umumiy foydalanuvchiga mo'ljallangan registrlar. CPU ishiga ta'siri, ya'ni umumiy foydalanuvchiga mo'ljallangan registrlar bu CPUning ichida joylashgan juda tezkor saqlash joylari. Ular amallar bajarish vaqtidagi oraliq ma'lumotlarni, manzillarni va natijalarni saqlash uchun ishlatiladi. Ma'lumotlarni tezkor qayta ishlaydi, protsessor samaradorligini oshiradi va dastur ijrosini tezlashtiradi. Dasturchilar bu registrlarni bevosita boshqarish orqali dasturlarni bajarilish tezligini optimallashtirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Hop, xotira optimallashtirish bo'yicha maslahatlar va amaliyotlarni ham berib o'tganmiz. Dasturlarni yopish, ya'ni ortiqcha ishlayotgan dastur va brauzer yorliqlarini yopish xotira sarfini kamaytiradi. Dasturlarni yangilash, operatsion tizim va drayverlarni yangilashtirish xotira boshqaruvi samaradorligini oshiradi. RAMni yangilash, ya'ni doimiy xotirani yangilash. Agar tizim tez sekin ishlasa, qo'shimcha RAM o'rnatish umumiy ishlashni yaxshilaydi, ya'ni qo'shimcha xotira qo'shish. Diskni optimallashtirish. Agar HDD dan foydalanayotgan bo'lsangiz, defragmentlar qilish ma'lumotiga kirish imkonini beradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugun biz kompyuter xotirasining asosiy tushunchalarini, uning turlarini, kesh xotirani ahamiyatini, xotira iyerarxiyasini va registrlarning rolini birgalikda ko'rib chiqdik. Bu bilimlar kompyuter tizimlarining qanday ishlashini tushunish uchun e'tiboringiz uchun